hozirgi kundagi hamma o'qituvchilar, hamma talabalarga yoki hamma o'zini o'quvchilariga bir xil narsani aytadi: kitob o'qiylik, kitob o'qiylik. Kitobdan boshqa variant bermaydi. Kitob o'qish absolyutno zo'r narsa, men ham shuni tarafdoriman. Lekin zamon rivojlandi, hozirgi kunda telefondan foydalanish mumkin. Ya'ni noutbukda foydalanib o'qish mumkin informatsiyani yoki ko'rib o'qish mumkin. Shu o'zi universitetlarda yoki institutlarda tatbiq qilish. Bu juda ham to'g'ri savol. Bugungi kunda zamon bilan hammasi bo'ladigan savol. Bugun yoshlar kitob o'qimaydi deymiz, o'qiydi. Kitobni bevosita ochib o'qimasa ham, olayotgan informatsiyasi tufayli kitobdan ko'proq informatsiya olishi mumkin. Misol uchun video kontentdan, video darslardan, audiodan oladi, ko'rib oladi. Bugun shunchalik ko'pki ta'limda vositalar. Shuning uchun shunaqa o'zi aslida kitobdan o'qib oladigan bo'lsa 50%, 60% qoladi xotiramizda. Agar uni ko'rib, eshitib oladigan bo'lsak 80-90% qoladi. Qo'limiz bilan ushlab, o'zimiz eshitib, ko'rib, qo'limiz bilan qilsak 100% qoladi. Shuning uchun bugun talabaga faqat kitob o'qish emas, ya'ni talaba qiziqqan narsa bilan qilishimiz kerak. Bugun talabani konspekt daftari ham yo'q, talabani kitobi yo'q yonida, ruchkasi yo'q. Talabani bitta quroli eng yaxshi telefon. Ichida hamma narsasi bor. Rasmga tushirib oladi, videosini ko'radi, vizualizatsiya qiladi, eshitadi. Shuning uchun bugun talabani qurolidan foydalanish uchun unga motivatsiya berishimiz kerak. Biz uni majburlashimiz kerak emas. O'sha qo'lidagi quroldan maksimal foydalanish uchun